Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Amerika tamojna doiralari Sharq Turkistondagi majburiy emgakka bog'langan Xitoy shirkatlarining quyosh energiya taxtalari importini tutib qilishga boshlagan. Washington Post'ning xabar qilishicha, Amerika tamojna amaldorlari yaqinda Amerika tamojna va chegara qo'g'dash idorasi tomonidan chiqarilgan cheklash buyrug'iga asosan Xitoydan keladigan bir necha shirkatning quyosh energiya taxtasini cheklashni yo'l qo'ygan. Xabarda munosabatli kasbiy xodimlar va analizchilarning bayonlaridan naql elib ko'rsatilishicha, yaqinqi bir necha hafta ichida oz deganda 3 Xitoy shirkatining quyosh energiya taxtalari nishon qilingan. Amerika tamojna va chegara qo'g'dash idorasining bayonotchisi Washington Post'ga yo'llagan elektronlik xatida import qilishni cheklash buyrug'iga asosan o'z idorasining bir qator shirkatining quyosh energiya taxtasi mahsulotlarini tutib qolganligini dalillagan. Amerika tamojna va chegara qo'g'dash idorasi bu yil iyunda quyosh energiyasi taxtasida ishlatiladigan xom ashyo ishlab chiqariladigan Xoshin Kerimni shirkatiga cheklama qo'ygan. Ular ayni chaqda Sharq Turkistonda zavodi va Xoshin shirkatining majburiy emgak ishlatiladiganligiga doir uchurlar borligini bildirgan. Xabar qilganda Washington Post gazeti va kishilik huquq tadqiqotchilari o'z tadqiqotlariga asosan Xoshin shirkatining Uyg'ur va boshqa millatlarni nishon qilgan majburiy emgak programmalariga chetilganligini dalillagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy shirkatlari yer shari quyosh energiya sohasini monopol qilib olgan bo'lib, bu shirkatlarning nurg'unlari Sharq Turkistonga joylashgan Xoshin shirkatining xom ashyosini ishlatadi ekan. Amerika tamojna va chegara qo'g'dash idorasini nazorat qiladigan Amerika ona vatan xavfsizlik idorasining boshlig'i Alejandro Mayorkas bu yil iyunda chiqarilgan import qilishni cheklash qarorini e'lon qilish munosabati bilan qilgan so'zida Amerikaning qayta hosil bo'ladigan energiya qurilishiga alohida ahamiyat beradiganligini, majburiy emgak qayerda mavjud bo'lishidan qat'iy nazar yiltizdan qo'murib tashlash kerakligini bildirgan. Xinjiang birinchi turmada jazo muddatini o'tagan bir Xitoy siyosiy mahbus yaqinda taratqularga turmada majburiy qo'l emgakka, har xil vahshiy qiynash va o'ltirishdek orqa ko'rinishlarning borligini oshkorlab, bu turmaga qamalgan mahbuslarning birdan-bir orzuining faqat turma ichida yuz bergan ishlarni sirtqa oshkorlash ekanligini bildirgan. 2018 yili 8 kuni Xinjiangda ishlaydigan Wang Yuyin internetda fikr qilib, ijtimoiy adolatsizlikni tanqid qilganligi, so'zining Xi Jinpingga chetishiga sababli Xinjiang davlat bexatarlik idorasi tomonidan qo'lga olingan. Keyin davlatni atalmış haqoratlash va davlat rahbari Xi Jinpingga tuhmat qilish jinoyati bilan ayblanib, Xinjiang birinchi turmasida to'liq 3 yil qamoq qilingan va nurg'un kishilar bilmaydigan nohaqchilik, vahshiy orqa ko'rinishlarga shohid bo'lgan. Wang Yuyinning oshkorlashicha, Xinjiang birinchi turmasida bir zavod bor bo'lib, asosliqi kiyim-kechak ishlab chiqaradiganligi, kiyim-kechakning egasi bo'lsa Tianjin Dotay cheklik shirkati ekanligini, asosliqi dunyoning har qaysi joylariga eksport qiladiganligini, bu zavodning yiliga necha 100 million dollar kirim qiladiganligini bildirib, mahbuslarning atigan soat 6:30 dan kech soat 7:30gacha dam olmay haqsiz ishlaydiganligini, tomoqlarning intayin nacharligini, agar mahbuslar kundalik xizmat normasini o'rinlayolmasa, turma soqchilari tomonidan qattiq urib haqoratlanadiganligini ta'kidlagan. Wang Yuyin yana Xinjiang birinchi turmada mahbuslarning o'lim nisbatining yuqori ekanligini, asosli sabab bo'lsa turmaning kasal giribtor bo'lgan mahbuslarni vaqtida davolamay, kasali og'irlar o'lgandan keyin jasadlarni bartaraf qiladiganligini, turmalarning atalmış belgilimiga taqabul turish uchun turmada bir qism soxta qutqazish ko'rinishlarini elib, o'lay deb qolgan mahbuslarning qutqazish mashinasi bilan doktorxonaga berib, atalmış majburiyatini ado qilganligini tashviq qiladiganligini, turmada og'ir parxo'rlik borligini oshkorlagan. Xitoy virusining delta varianti jiddiyligi dunyodagi kam deganda 135 davlatda avj olgan bo'lib, Osiyoda tez sur'atda tarqalmoqda. Buning ichida Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari jazmlashtirilgan diagnoz soni shiddat bilan oshgan bo'lib, Xitoy, Yaponiya va Koreyaning yuqum ahvoli alohida ko'payib, bu Osiyodagi yer shari yasimichiligining ta'minlash zanjiriga yana bir qatim og'ir ta'sir ko'rsatib, port qistonchiligi, konteyner kamchil va zavodlarning taqilishi qatorliq misli ko'rilmagan krizisni keltirib chiqarmoqda. Tahlilchilarning bildirishicha, navbatda yer shari o'zak yetishmasligi masalasini hal qilish chorasining yo'qligi, to'qimachilik, tanarkat oyig'i va tantarbiya mahsulotlarining moliy yetishmasligiga duch kelishi mumkinligini, yer shari ta'minlash zanjirining qayta tashkillanishining davomlashadiganligi, Xitoy virus yuqum ahvoli Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarining Xitoy iqtisodining parchalanish sur'atini texmo tuzitish mumkin ekan. Xitoy virusi dunyo konteyner to'sh sohasi tarixidagi eng cho'ng qalayimqonchilikni kelgan bo'lib, ashyo obrti kasbining haqiqiy sonliq ma'lumotlariga qaraganda, hozir dunyoning har qaysi joylarida 300 dan ortiq konteyner paraxod portga kirgizilmay, mollarni tushirishga amalsiz qolgan. Hamda keyingi mol yetkazishning kechikishi, ombar zapasi kamchil bo'lishi, konteyner paraxotining kamchil bo'lishimi yuk tashish kira haqining o'rlishini keltirib chiqarish qatorliq bir qator agashma masalalar kelib chiqadi ekan.
26 avgust kuni Qozog'istonning janubidagi Jambul o'lkasiga qarashli Bayzako noyasidagi harbiy qismning o'q-dori skladida o'xshamagan 10 portlash yuz berib, 13 kishi jonidan ayrilib, 90 kishi yaralangan. Portlashdan keyin atrofga o't ketib, 200 dan ortiq kishi tarqaqlashtirilgan. Portlashga skladdagi portlovchi moddalarning sabab bo'lishi mumkinligi bildirilgan. Ammo saqchi tarafning qalaymaqonchilik paydo qilish ehtimoli borligini faraz qilayotganligi qayd qilinmoqda ekan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart Tokayevning qarori bilan butun mamlakatda davlatlik motam kuni e'lon qilinib, barliq hukumat organlari, chet ellardagi elchixonalar, prezidentlik saroyida Qozog'iston bayrog'i yerim tushirilgan. Televiziya programmalari va radio anglitishlardami ko'ngil etish programmalari amaldan qoldirilib, rasmiy ommaviy tor bekatlarni o'z ichiga olgan xabar organlarining bosh batlarimi qora va oq rangga o'zgartirilgan. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami munosabati bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qarornoma orqali 215 mahbus kechirim qilindi. O'zbekiston Prezident Mahkamasi axborot vositalari ishxonasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda bildirilishicha, Prezident Shavkat Mirziyoyev 1-sentabr kuni tabriklanadigan O'zbekistonning 30-yillik xotira kuni munosabati bilan qilmishlariga pushaymon qilgan va ifodasi yaxshilangan mahbuslarning kechirim qilinishiga munosabatli qarornomani imzolagan. Bayonotda ta'kidlanishicha, qarornomaga asosan kechirim qilingan 215 mahbusdan 142 qo'yib berildi ekan. 73 mahbusning jazo muddati qisqartirildi ekan. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.